Abdulloh 77. Bugungi videoda biz maktab serialini olamiz. Qaranglar, mana shu skinimga 1 dan 10 gacha bo'yna baho beringizlar mana. Nimani skini deb o'ylaysizlar? Qaysi komandani skini deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Jumbo. Unda hozir uyimga boraman. Uyimga borishim kerak. Hali vaqt bor, maktabga vaqt bor ekan, obeddan keyin bo'ladi. Xo'p, soat 10. U Minecraftda vaqt tez o'tadi, nabarot. Har 1 minutda, har 1 sekund desam bo'ladi. Xo'p, eshikda. Voy. Sandig'imda hech nima yo'q ekan, solib qo'yaylik. 10 ta olmaz, 10 ta munov, 10 ta munov. So'layveraylik-da, bari kerak emas bizlarga bular. Vaqtim bo'lib qolibdi lekin. Vaqt bo'lib qolibdi, ketdik bizlar maktabga. Unda vaqt bo'lib qolibdi. Unda bugun kechikmasdan borar ekanmiz. Unda kechikmasdan boramiz. Qornim ochib ketdi. Ozgina jeb olay. Hozir. Do'stlar, men maktabga keldim. Assalomu alaykum, ustoz, ko'rish mumkinmi? Qarayver, erta kelding. Olaman, o'tiraman. Ustoz, qaysi fanni olaylik? Ona tili. Hozir ona tilini olamiz. Xo'p do'stlar, video zerib qolmaslaring uchun hozir men kitob qo'yaman, yozaman. Xo'p, ruchkamni yozaman. Yozaverikmi ustoz? Yozaveringlar. Qani, boshladik. Oradan 5 minut. Hamma yozib oldimi? Ha, ustoz, men yozib oldim. Hozir tekshiring menikini. Sen yozib oldingmi? Olib kelasan-da yozib olsan. Sen u bilan nima ishing bor? Ustoz, bar aytishim kerak-ku. Necha bo'ldi ustoz? Tekshirib oldingizmi? Tekshirib oldim. Necha? 9 oldik, yaxshi yozibsan. 5-mashqqa 9 oldim, yaxshi. Xo'p. Tanas bo'ldi. Voy, yomg'ir yog'ishi yomon-da. Yomg'ir yog'ishini yomon ko'raman-da, do'stlar o'zi. Yomg'irni shunday yomon ko'raman, yomg'ir marazda. Mayli, ketdik do'stlar. Matematikami ustoz? Shu yomg'ir yoqmaydi ustoz menga. Hozir matematika mayli. Bugun 3 soat o'tamizdan javob beraveramiz. Zo'r ekan-da bu, ha? Matematikami yozib bo'lay hozir. Daftarimni oldim, qo'yaymi ustoz? Qo'y. Unda boshladik. Bugun 1 va 3 mashqlarni burchaklar mavzusini o'tamiz. Bugungi mavzuda burchaklarni o'tamiz. Hamma kitobini o'qib o'tirsin. Xo'p. 3 burchak 180 gradusda bo'ladi. Burchaklarning yig'indisi 180 da bo'lar ekan. 4 burchaklarning yig'indisi 360 gradusda bo'lar ekan. To'g'ri 3 burchakning bir tomoni 90 gradus bo'lar ekan va ikkita burchagini yig'indisi 180 ga tegan. Unda kim hamma savol javobga chiqaraman. Birinchi sen. Xo'p, davay. Unda chiq. Abdulloh. Xo'p. Savol bering ustoz. Xo'p. Teng tomonli 3 burchakni, teng tomonli 3 burchakning tomonlari necha gradus bo'ladi? 60. Xo'p. Teng yonli 3 burchaknichi? Ikki tarafi teng bo'ladi, bir tarafi teng bo'lmaydi. Masalan, baland tarafi 30 bo'lsa necha bo'ladi pastdagi burchaklari? 180 ni 30 dan ayiramiz va chiqqan javobga 2 ni bo'lamiz. To'g'ri. Unda yana bitta savol beraman. Topsang, bahoing 9 yoki 10 bo'ladi. Xo'p, aytingchi ustoz. To'rtburchak haqida savol berdimi? Yo'q. Robni
Rom nima xususiyatga ega? Rom parallel burchaklari teng bo'ladi. Bo'ldi, o'tiraver. Bugun siz javob beravering. Ha, bo'ldi, hammaga javob. Bo'ldi. Hozir do'stim shu zo'r bo'lasizlarda hammamiz o'qimishimizda hech nimani ko'rmayapman. Voy. Do'stlar. Voy do'stlar. Do'stlar qo'rqyapman. Voy do'stlar qayerdaman men? Bilmayapman. Voy. Iltimos, hech nimani ko'rmayapman. Xo'p. Ana yurmaymi? Ana shu yerda. Voy, topdim uyimni. Voy, uyimni topdim do'stlar. Unda uxlab olishim kerak. Xullas do'stlar. Bugungi videomiz shu joyda albatta tugamaydi. Men davom ettiraman. Xo'p, grafikani yoqib qo'yay. Ha, bo'ldi. Grafika yoniqmi? Qanaqa grafika o'zi? Xo'p. Unda bugun hozir futbol maydoniga bormaymiz. Bugun hozir do'stimnikiga boraman dayni. Iyi vazifalarni so'rab kelaman. Qochib tur. Do'stim. Assalomu alaykum ustoz. Ha, alaykum assalom. Siz bu yerni nima qilib yuribdi? Hozir do'stlar. Unda albatta videoga like bosib qo'ying. Do'stim nima qilyapsan? Voy yaramas. O'zi biluvdim har doim nega shu yerga o'tasan deb. Har kuni maktabga pulab borib, bufetga emas, u naryoqdan magazinga kirib, ha, bo'ldi, bildim seni, qanaqa bolaligingni. Ikki vazifa so'rab sendan. Yo'q, marras. Ko'rdingizlarmi do'stlar? Do'stim qashanda ekan. Ko'rdinglarmi? Ikkinchi o'm bilan do'st bo'lmayman. Qarochi, bugungi videomiz yakuniga topdi. Qarochi, bu videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, video kommentga bo'ynaga do'stimni nomini yozib qo'yinglar. Marras kelyapti o'yinga. Nomini yozinglar. Hammaga xayr.